Zalga chiqib to'g'ri ovqatlanib 10 kunda naqd 7 kilo vez tashladim. Oldi kelmaydigan kiyimlarim ko'rasizlar aylanib ketyapti. Shu sababli bugun diyetani bir buzay deb United Burgerga keldim. To'y deb bo'lsin deb 3 ta burger, 2 ta dona hot dog bilan boshladim. Bu yoqda muzlatilmagan svejiy go'shtdan amerikanskiy stilda smash burgerlar tayyorlanadi. Hot dog va boshqa fast food taomlariga ham assortiment bor. Qaranglar, buni yoqimtoy bo'lib turishini qanaqa buni yemaslik mumkin. Burger haqiqatda mazali. Amerikaning kinolarida ko'rgan burgerlarni vibe'ini beryapti. I burgerning o'ziga ham assortiment katta. Didingizga mosini tanlab olaverasiz. Burgerlarning ketidan hot doglarni ham yuborib yubordim. Bularni ham o'ziga yarasha, o'zgacha mazasi bor ekan. Orada vijdonim qiynalib, balki bo'ldi qilarman degan fikr ham keldi. Keyin bo'lsa, bor ya ozish qochib ketmaydi deb dalsha davom etdim. Bu yon manzilini oldindan tushuntiraman. Yunusobod 8-kvartal Kurudan galereyaga keturishda o'ng qo'lda joylashgan. Mana men strips va achchiq qanotni ham kundaligiga bitta 5 qo'yib bergan bo'lardim. Bizda final sochni mol va tovuq go'shtlaridan lavashlar. Qaranglar, buni turishini meni yegin deyapti-yu. Bay. Sirojiddin, turing. Sirojiddin. Tushunmadi. Fireball.